Toshkent shahridagi MIT universitetini bitiruvchisiman. BSc IT, ya'ni axborot texnologiyalari yo'nalishi bo'yicha mana shu yil o'qishni tamomladim va hozirda Huawei kompaniyasida ishlamoqdaman. Faqatgina kichkina qobig'ida yashash bu umrimizni isrof qilish deb o'ylaganman. Imkoniyatlar bormi, maksimum foydalanib, o'zimiz uchun yaxshi hayot yaratishga va keyin albatta jamiyatda qanaqadir hissamni qo'shib o'zgarishlar qilishni juda ham xohlaganman. Meni misolimda boshqa atrofimdagi qizlar ko'rib hech narsa ilojsiz emasligini tushunishlarini xohlaganman va bu ham bir turtki bo'lgan. 19 ta davlatga borgan paytim hammasi o'qish, ya'ni grantlar bilan bo'lgan va hech qaysiga pul to'lamaganman. Albatta oliy ta'lim insonga juda ham kerak, chunki bu shunchaki diplom yoki shunchaki qog'oz emas, bu ilm, ya'ni sizni inson sifatida akademik jihatdan, professional jihatdan shaxsiyatingiz shakllanishiga, dunyoqarashingiz shakllanishiga va ba'zi bir qadriyatlaringiz shakllanishiga ham oliy ta'limning o'rni juda ham katta. IT olamida, texnologiyalar olamida qizlar kam va biz qachondir buni o'zgartirishimiz kerak. Shu paytgacha o'qigan paytim, kontraktda o'qigan bo'lsam, universitetda buvim kontraktimni to'laganlar. Qizim seni juda ham yaxshi ko'raman va juda ham ishonaman va juda ham faxrlanaman degan gaplarni har doim aytadi. Assalomu alaykum, ismim Shahrizoda, yoshim 22 da. Navoiy shahrida tug'ilganman va Navoiyda o'qiganman. Toshkent shahridagi MIT universitetini bitiruvchisiman. BSc IT, ya'ni axborot texnologiyalari yo'nalishi bo'yicha mana shu yil o'qishni tamomladim va hozirda Huawei kompaniyasida ishlamoqdaman. O'qish davomida, ya'ni universitetga kirishim davomida abituriyentlik paytim aynan birorta sohani, qaysi bir sohani tanlash haqida juda ham ko'p o'ylaganman, chunki maktabni bitirgan paytimda aynan nimani xohlashimni o'zim yaxshi tushunmaganman. Shu sababli qanchadir payt vaqt kerak bo'lganki, o'zim nima xohlashimni tushunishimga. Va shunda o'qishga topshirayotgan paytim MIT universitetini, ya'ni qabul ochilganligi haqidagi xabarlarga ko'zim tushgan va u yerga topshirib ko'rishni xohlaganman, chunki birinchi navbatda o'qish ingliz tilida bo'lganligi sababli va ikkinchidan xalqaro diplom. Birinchi kirgan studentlar, ya'ni talabalarga 1 yil foundation year, ya'ni boshlang'ich umumiy ta'lim beriladi va undan keyin sizda ikkinchi kursdan o'zingiz xohlagan sohani tanlash bo'yicha imkoniyati berilishi haqida o'qiganman va bu menga juda ham yoqqan, chunki 1 yil ichida o'zim nima tushunishimni, ya'ni nima xohlashimni tushunib olish, bu bo'yicha o'zimni sinab ko'rish imkoniyati bo'lishini o'ylaganman va universitetga kirganman. Va keyin Toshkentga ko'chib kelganman 2021 yil fevralda, chunki karantin payti o'qishga kirganman. Universitetda o'qishim boshlangan. U yerdagi ustozlar juda ham, endi talaba bo'lib kelgan paytim juda ham ko'p yordam berishgan. Universitetda har xil konferensiyalar, seminarlar, ya'ni bu IT, ekonomika, har xil yo'nalishlar bo'yicha turli xil muvaffaqiyatli insonlarni chaqirib, har xil tashkilotlardan odamlar kelib konferensiyalar o'tib berishardi. Har xil to'garaklar bo'lardi, ya'ni bepul to'garaklar. Masalan, bizning universitetda IT Girls degan bepul to'garak bo'lardi va shularga qatnashib boshlaganman. O'sha foundation year tugagandan keyin o'zimda IT ga qiziqishni tushunganman va bu sohani tanlashni o'ylaganman. O'sha payti bizni, ya'ni IT ga topshirganimdan keyin bizni kursda qizlar juda ham kam edi va hozir ham hatto, ya'ni ishxonamda, bizni bo'limda o'zim bitta qiz bolaman va buni bilardim, ya'ni IT olamida, texnologiyalar olamida qizlar kam va biz qachondir buni o'zgartirishimiz kerak. Shu sababli, ya'ni sohani tanlaganimda qanaqa qiyinchiliklarga duch kelishim haqida to'liq tushunib tanlaganman va o'qishni boshlagandan keyin, ya'ni o'sha IT sohasi bo'yicha o'qishni boshlaganimda universitetda darslar boshlangan va bu
juda ham qiziq bo'lgan. Undan tashqari bizning universitetda har semestrda research project, ya'ni tadqiqot bo'yicha kurs qo'yilgan, fan qo'yilgan va bitta tadqiqot rahbari tayinlanib, o'zingiz qiziqqan mavzuda tadqiqot olib borish imkoniyati berilgan. Birinchi olib borgan tadqiqotim o'sha ikkinchi kurs paytim robotics, ya'ni robototexnika haqida bo'lgan va juda ham o'qituvchim bunga juda ham ko'p yordam bergan va o'shanda ilk tadqiqot bo'yicha, ya'ni akademik izlanish bo'yicha fikrlarim shakllanib boshlagan. Ya'ni bunga universitetning o'rni juda ham katta, chunki aniq to'g'ri yo'nalishni ko'rsatib berishgan. Undan keyin ikkinchi kursimdan boshlab har xil chet davlatlarda talabalar uchun maxsus programmalar, ya'ni maxsus dasturlarga topshirib boshlaganman. Ya'ni ular hammasi to'liq xarajatlari qoplanadigan o'quv dasturlari, almashinuv dasturlari, bir yillik almashinuv dasturlari bo'lgan va birinchi topshirgan dasturim bu Amerikaga bo'lgan, ya'ni SUSE for Young Women Leaders program, ya'ni aynan o'zini sohasi bo'yicha lider bo'lgan va muvaffaqiyatga erishgan qizlar uchun maxsus bo'lgan dastur bo'lgan va u dasturda juda ham qiyin bo'lgan o'tish, ya'ni ko'p bosqichli suhbat va imtihondan o'tganman va O'zbekiston bo'yicha jami 5 kishi tanlab olinganmiz va 2022-yilda Amerikaning Washington shtatiga uchib borganman va u yerda o'qiganmiz. Bu hayotimdagi eng birinchi ota-onamdan uzoqqa sayohat qilishim bo'lgan, Amerikaga birinchi navbatda va bu juda ham katta yangilik bo'lgan men uchun. Ya'ni umuman boshqa dunyoga tushib qolganday bo'lganman. Ya'ni dunyoning qaysidir chekkasida odamlar umuman boshqacha yashashlarini ko'rganman. Bu menda sayohatga hamda umuman olganda shu narsa bo'yicha mendagi qiziqishni battar dunyoni ko'rish bo'yicha qiziqishni juda ham oshirib yuborgan, chunki ya'ni dunyoda shunchalik ko'p chiroyli narsalar borki, bizni umrimiz yetmaydi va faqatgina kichkina qobig'ida yashash bu umrimizni isrof qilish deb o'ylaganman. Imkoniyatlar bormi, maksimum foydalanib, o'zimiz uchun yaxshi hayot yaratishga va keyin albatta jamiyatda qanaqadir hissamni qo'shib o'zgarishlar qilishni juda ham xohlaganman. Bu menga juda ham, ya'ni aynan o'sha programma hayotimni juda ham o'zgartirgan. U yerda qancha bo'ldingiz? U yerda 1 oy bo'lganman. Hamma xarajatlar o'zidan qoplangan. Ertalab soat 9 dan 6 gacha darslar bo'lardi. Bundan keyin menda juda ham o'zimga ishonch ko'payib boshlagan, chunki ya'ni shunaqa shu programmadan o'ta oldimmi, demak qolganlardan ham uddala olaman deb boshlaganman va boshqa dasturlarga ham topshirganman va 1 yil o'tib 2023-yilda Slovakiyaning, ya'ni Yevropa ittifoqi tomonidan qoplanadigan bitta talabalar uchun NSP degan, ya'ni National Slovak Scholarship Program degan dasturiga qabul ochilgan va unga ham topshirganman. Amerikadan kelganimdan keyin bir yil o'tib bo'lgan bu narsa va u yerda aynan o'zim soham bo'yicha qiziqishlarim va nimalar qilganligim va nega meni tanlab olishlari haqida tushuntirib berishim kerak edi. Ya'ni juda ham chuqur kirib, u yerda aynan shu tadqiqot bo'yicha, ya'ni o'zimni soham bo'yicha Information Technologies and Electrical Engineering, ya'ni shu soha bo'yicha tadqiqot qilishni xohlashimni aytganman va umuman olganda O'zbekistonda meni misolimda boshqa atrofimdagi qizlar ko'rib hech narsa ilojsiz emasligini tushunishlarini xohlaganman va bu ham bir turtki bo'lgan. Hozir masalan kichkina jiyanlarim bor. Juda ham masalan 3 yoshli, 4 yoshli jiyanlarim birinchi bo'lib chet elga, ya'ni Amerikaga borgan qiz bola, umuman odam man, ular uchun men qanaqadir role model, ya'ni namunaman va ular menga qarab harakat qilishadi. Masalan, aniq eslayman, kichkinaligimizda ota-onam bizga juda ham ko'p yordam berishgan. Ular masalan chet elda o'qiymiz desak, qiz bola o'qimaydi yoki qiz bola chet elda nima qiladi, unaqa fikr bo'lmagan. Dadamning o'zi ham chet elda o'qib kelgan va ingliz tilida juda ham yaxshi gaplashadigan odam bo'lgan va kichkinaligimdan dadam o'rgatgan ingliz tilini. Vaqt o'tishi bilan lekin atrofdagi odamlar oilamdagilarga baribir ham qiz bolaga nega chet elga ruxsat beryapsiz deb aytishardi. Juda ham ko'p bunaqa gaplar bo'lgan. Qiz bola uchun chet el xavfli,
ishonchsiz. Shunaqaga o'g'il bola bo'lganda balkim ruxsat bersangiz bo'lardi. Qiz bolalarning asosiy vazifasi baribir ham oilaga tayyorlanish degan, lekin dadam juda ham qattiq kurashgan biz uchun. Hozirda singlim ham Amerikada University of Arizona, ya'ni Arizona universitetida ekonomika va marketing yo'nalishi bo'yicha to'liq grant asosida o'qiydi. Ya'ni bunga aynan dadamning harakatlari juda ham katta. Ya'ni dadam hech narsaga qaramasdan bizga har doim ishongan va qanaqa qo'llab-quvvatlash kerak bo'lsa, shunaqa qo'llab-quvvatlagan. Men hech kimda bunaqa qo'llab-quvvatlashni ko'rmaganman. Ya'ni nafaqat shunchaki ruxsat berish emas, balki to'liq yordam bergan. Ya'ni kichkinaligimdan bizni kurslarga qo'ygan, o'rgatgan. O'zi ingliz tilini dadam juda ham ko'p ishlasa ham bizga vaqt ajratib ingliz tilini o'rgatgan. Ya'ni shu narsa ham menga juda ham katta motivatsiya bo'lgan. Hozir yana kichkina singlim bor, yoshi 13 da. Da, faqat 3 ta qizim yo'q. Kichkina singlim bor, yoshi 13 da va u hozir Garvardga o'qishga kiraman deydi va eng qizig'i, agar u kimdirgadir Garvardga o'qishga kiraman desa, uni ustidan hech kim kulmaydi. Chunki biz qildik buni. Shunchaki bizga qarashadi va unga hamma ishonadi. Ya'ni men birinchi marta Amerikaga o'qishga ketaman deganimda hech kim menga ishonmagan. Oilamdagilardan tashqari, ota-onamdan tashqari. Qila olmaysan, juda ham ko'p pul kerak, shunchaki keta olmaysan degan gaplar juda ham ko'p bo'lgan, lekin men ishonganman bunga juda ham va ota-onam ham juda ham ishongan. Nafaqat menda, balki singlimda ham bu narsa o'xshagan. 19 ta davlatga borganman dedingiz. 4 yil ichida, 4 yil emas, 2 yil ichida 2022-yildan boshlangan, ya'ni Amerikaga o'qishga kirganimdan keyin yana boya aytdim, Slovakiyaga ketganman. Unda bir semestrga ketganman va menda Schengen viza bo'lgan, juda ham ko'p davlatlarga borish uchun. Shunda Yevropa qit'asini o'zim uchun kashf qilganman. Menga bu hatto Amerikadan ham ko'proq yoqqan. Negadir juda ham yoqqan va sayohatga bo'lgan qiziqishim bundan ham ortgan va 19 ta davlatga borgan paytim hammasi o'qish, ya'ni grantlar bilan bo'lgan va hech qaysiga pul to'lamaganman. Hammasini to'liq qoplab berishgan va o'qib malakamni oshirib O'zbekistonga kelganman va bu men uchun nafaqat shunchaki dunyoni ko'rish bo'lgan, balkim chet el ekspertlarini, ya'ni u yerdagi ta'lim tizimini ko'rish va u yoqdan o'rganish bo'lgan. Ya'ni bizda va bu fikrlashimga ham juda ham katta ta'sir qilgan. Nafaqat o'z soham bo'yicha, balki dunyoqarashimga, umumiy olganda dunyoqarashimga ko'p ta'sir qilgan va hozirda ilojsiz narsa yo'q deb hisoblayman. Qani Shahrizod, mana 19 ta davlatga borgansiz. Qolish yoki o'sha yerda ishlash degan fikr bo'lmaganmi? Yo'q, O'zbekistonga qaytaman degan anaqada yurgansiz. Yoki bormi baribir chet elga ketish qanaqadir? Aynan hozir yo'q, chunki menga O'zbekistonda hozir masalan yashash juda ham yoqadi. O'zim xohlaydigan joyda, ya'ni o'zim xohlaydigan odamlar orasida ishlayman. O'zim xohlaydigan imkoniyatlarning hammasi bor. Shu sababli qachondir qolish fikri bo'lgan yoki balkim qaytib kelish fikri bo'lgan, lekin u o'sha paytlar juda ham kuchli bo'lmagan. Qarang, o'sha mana 19 ta davlatga borishingizda mana shu o'qigan ta'lim dargohingizni roli qay darajada deb o'ylaysiz? O'zi insonga oliy ta'lim kerakmi? Albatta oliy ta'lim insonga juda ham kerak, chunki bu shunchaki diplom yoki shunchaki qog'oz emas, bu ilm, ya'ni sizni inson sifatida akademik jihatdan, professional jihatdan shaxsiyatingiz shakllanishiga, dunyoqarashingiz shakllanishiga va ba'zi bir qadriyatlaringiz shakllanishiga ham oliy ta'limning o'rni juda ham katta. Kichkinaligimdan eslayman, oyim bilan dadam bizni shunchaki o'qishimizni emas, balki chet elda o'qishimizni juda ham xohlardi yoki kamida birorta Toshkentdagi yaxshi xalqaro universitetda o'qishimizni xohlardi. Ya'ni bizda imkoniyat bordi, masalan, Navoiyda qolib o'qish imkoniyati ham bordi, lekin ota-onam men uchun eng yaxshisini ravo ko'rishgan va har doim oliy ta'limda o'qishing kerak degan fikr bo'lgan va o'zimda ham hech qachon universitetda
o'qimasamchi degan fikr miyamda bo'lmagan. Universitetga kirganimga hech qachon afsuslanmayman, chunki juda ham ko'p hozirgi muvaffaqiyatlarimga aynan universitetda o'qiganim sababchi. Ya'ni topshirgan grant dasturlarimga hammasiga masalan universitetda rekomendatsiya xatlar, ya'ni tavsiyanomalar olaman, ya'ni o'qituvchilarim alohida shug'ullanishgan masalan qanaqa qilib bosqichma-bosqich o'tish bo'yicha va hattoki hozirda ishlayotgan ya'ni kompaniyamda ham Huawei'ga ham aynan studentlar uchun, ya'ni talabalar uchun maxsus amaliyot dasturi orqali kirganman. Ya'ni bunga ham universitetimni juda ham roli juda ham katta bo'lgan. Shu sababli universitet o'zimni topishimga juda ham katta yordam bergan. Qiziqishlarimni va shaxsiyatimni ayniqsa, chunki aynan mana shu 4 yil davomida shaxsiyatim, bilimlarim va dunyoqarashim juda ham kengaygan, juda ham o'zimga ishonchim ham ortgan. Aynan bunga universitetni o'rni juda ham katta deb o'ylayman. Faqatgina ta'lim jihatdan emas, balki networking, ya'ni do'stlar orttirish, mana bunaqa narsalar jihatdan ham har xil tashkilotlarda, har xil tadbirlarda aktiv bo'lish, fikr almashish, dunyoqarashni kengaytirish jihatdan ham universitet juda ham katta rol o'ynaydi. Chunki aniq eslayman, masalan, universitet davrimda har hafta har xil kompaniyalardan, qanaqadir masalan o'zimizning sohamiz bo'yicha muvaffaqiyatga erishgan odamlar kelib, o'zlarining fikrlari bilan bo'lishardi. Har xil kompaniyalar masalan amaliyot dasturlari e'lon qilsa, birinchi navbatda universitetlarga kelib talabalarga e'lon qilardi. O'qituvchilar ham aynan mana bu tizimlashtirilgan masalan tadqiqot bo'yicha universitet juda ham katta rol o'ynaydi. Masalan, to'g'ri o'zingiz o'qib o'rganishingiz ham mumkin, lekin kimdir o'rgatgani sizda o'sha qisqaroq vaqt sarflash va masalan o'qituvchingiz o'rgatsa, masalan qilgan xatolarni siz qilmaysiz va sizga nisbatan kimdir yo'l ko'rsatsa osonroq bo'ladi. Ya'ni shu narsadan juda ham katta yordam bergan. Nafaqat universitetda, balki ishga kirganimdan keyin ham bizga mentorlar tayinlangan. Ya'ni biz talaba bo'lganimiz sababli va ular ham xuddi o'qituvchilarimdek, universitetdagi o'qituvchilarimdek ishni noldan o'rgatishgan va bu menga juda ham yordam bergan. Shu sababli aynan tajribali insonlarni sizga to'g'ri yo'l ko'rsatishi va o'zlarining tajribasi bilan bo'lishishi bu juda ham muhim deb o'ylayman. Mana hozir juda ham yirik kompaniyada ishlayapsiz. Huawei butun dunyo tanigan kompaniya. Ko'p hozir masalan tengdoshlaringiz shu kompaniyaga kirishni qanaqadir orzu qilishi yoki sizdan keyin qanaqa kirsam bo'larkan deb aytish o'ylashi mumkin. Qanday qilib o'zi Huawei'ga tushib qoldingiz? Huawei bilan Huawei haqida o'rgangan paytim bu ancha oldin bo'lgan, ya'ni kichkina yosh paytlarim. U paytda hatto O'zbekistonda Huawei borligini bilmagan eman. Va universitetda 3-kursda o'qiyotgan paytim Huawei Seeds for the Future degan grant dasturini e'lon qilgan, ya'ni IT sohasi bo'yicha o'qiydigan talabalar o'zlarini proyektlari bilan, ya'ni IT proyektlari bilan guruh bo'lib O'zbekiston nomidan chiqib o'zlarini proyektlarini taqdim etadigan va o'shanda bizning universitetimizga bu haqida xabar kelgan va o'qituvchilarim shu dasturga topshirib ko'r deyishgan. Menimcha bu dasturga salohiyating yetadi deyishgan va topshirib ko'rganman. Intervyu bo'lgan, o'tganman. Birinchi insho yozganman, CV'imni, rezyumemni tashlaganman va keyin intervyu bo'lgan va o'tganman. Undan keyin biz 2023-yilda O'zbekiston jamoasi nomidan Qatarda bo'lgan musobaqada qatnashganmiz. Tech for Good degan. Bu birinchi navbatda mana shu Huawei'ga qanaqadir aloqadorligim boshlanishi bo'lgan va bu yerdagi insonlar bilan tanishganman va undan keyin Slovakiyaga ketganman va qaytib kelib fevral oyida o'qishimning oxirgi semestrini tugatishim kerak bo'lgan va o'shanda bizning universitetda Career Center, ya'ni bitiruvchi studentlarni ish imkoniyatlari bilan tanishtiruvchi universitetimizning kichkina bo'limi bor va o'sha bo'limi orqali Huawei ishchilari HR kelib bizga katta Huawei'da ishlash imkoniyatlari haqida katta prezentatsiya qilib bergan. Ya'ni umuman juda ham yaxshi tushuntirib berishgan va bu universitetimda bo'lgan va keyin ular orqali men shu Huawei'da keyin amaliyot o'tashga topshirganman. 3 oylik amaliyot bo'lgan. Birinchi navbatda suhbatdan o'tganman, ya'ni HR suhbati, texnik suhbat
suhbat mana har xil suhbatlardan o'tganman. 3 oylik amaliyotga qabul qilishgan. Va stajirovka davrida biz umumiy bilimlarni o'rganganmiz va bizga o'qituvchilar qo'yilgan. Va amaliyot tugagandan keyin yana sinov bo'lgan va undan o'tgandan keyin ish taklif qilishgan. Mana shu yilni avgust oylarida bo'lgan va universitetni bitirganimdan keyin, ya'ni imtihonlarim tugagandan keyin men bu yerda ishlashni boshlaganman. Ya'ni stajirovka tugashi bilan. Hozir avgustdan ishlayapsiz. Hozir avgust oyidan beri ishlamoqdaman. Xuddi o'sha aytganday, haligacha bizga biriktirilgan mentorlar, ya'ni o'qituvchilar bizga ish bo'yicha o'rgatishadi. Chunki talabalikdan ish hayotiga transformatsiya jarayoni oson emas va bu yerda shu sababli juda ham yaxshi tizimlashtirilgan jarayon bor, ya'ni aynan talabalar uchun. Hozirgacha Huawei'da ishlab kelmoqdaman. Shahrizoda Qarimboy aytdingiz-ku, mana AMITga kirishdi, bildim qizlik ham dedingiz-ku. Mana hozir kirdingiz, shu sohadasiz, shu ITning olamidasiz. Nima deb o'ylaysiz hozir mana qiz bola sifatida? IT olamida qizlik imkoniyati qanaqa ekan? Aynan qizlarga imkoniyat juda ham ko'p. Juda ham ko'p ko'raman. Hatto universitetni bitirgan bo'lsam ham juda ham ko'p grant dasturlariga qarab turgan paytim aynan qizlar uchun va aynan ITdagi qizlar uchun grant dasturlari juda ham ko'p va ish imkoniyatlari ham xuddi shunaqa. Ya'ni qizlarga bu narsa bo'yicha ustunlik beriladi. Sababi bu nega qilinyapti? Sababi bizni jamiyatda shunaqa stereotip bor, ya'ni qiz bola uchun qaysidir kasblar, ya'ni o'qituvchilik yoki pazandalik, ya'ni doktorlik, shunga o'xshagan mos kasblar bor xuddi. Aslida kasblarning jinsi yo'q. Kasb jinsga qarab tanlanmaydi. Siz nimaga qiziqsangiz va sizga nima yoqsa, kasb shunga qarab tanlanadi. Va mana shu tushunchani yo'qotish va ko'proq qizlarni ruhlantirish va ko'proq qizlarni o'zining salohiyatlariga ishontirish uchun bunaqa imkoniyatlar juda ham ko'p hozir. Va shundan unumli foydalanayotgan qizlarni ham ko'p bilaman. Va hozirda avvalgi yillarga nisbatan texnologiya sohasidagi qizlar ancha ko'paygan va bu juda ham xursand qiladi. Atrofimdagi qizlarga qarasam ham hozir qizlar texnologiya yoki IT sohasini bemalol kelajakdagi kasb deb ko'rib bilishyapti. Ya'ni o'zlarini cheklashgani yo'q. O'ylaymanki, men bu cheklovlar faqatki bizning miyamizda bor, aslida ular mavjud emas. Agar rostdan ham harakat qilsak, hech narsani, masalan, iloji yo'q narsani o'zi yo'q va ayniqsa hozirgi zamonda O'zbekistonda va umuman olganda dunyoda ham aynan STEM, ya'ni Science, Technology, Engineering, Maths, ya'ni aynan shu sohalar bo'yicha qiziqadigan qizlar uchun juda ham ko'p imkoniyatlar. Hozir sizni ko'rib turgan tengdoshlaringizga yoki bo'lmasam o'sha endi maktabni bitirayotgan qizlarga nima degan bo'lardingiz? Endi maktabni bitirayotgan qizlarga birinchi navbatda hayotini aynan bu qismida o'zligini topa olmayotganday his qilish bu normal degan bo'lardim, chunki o'zim ham aynan shu bosqichdan o'tganman va eng muhimi to'xtab qolmaslik kerak. Ya'ni hamma aytadigan narsa, ya'ni sen bu bo'lishing kerak yoki u bo'lishing kerak degan emas, aslida ichidan nimani xohlayotganini topishga harakat qilish kerak. Ya'ni ko'pchilik ketayotgan yo'l balki siz uchun eng to'g'risi emasdir. Shuni maslahat bergan bo'lardim, chunki o'zimda ham xuddi shu holat bo'lgan. Men juda ham ko'pchilik ingliz tilini juda ham yaxshi bilardim, chunki kichkinaligimdan olimpiadalarga qatnashganman. Maktabni bitirishimdan oldin 10-sinfligimda hatto IELTS sertifikatim bo'lgan. Ya'ni o'qituvchilardan ham yaxshi bildardim ingliz tilini. Shu sababli atrofimdagi ko'pchilik odam o'qituvchi bo'lsang-chi, ya'ni ingliz tiliga topshirsang-chi deb juda ham ko'p tavsiya qilishgan. Aynan o'qituvchilik yoki ingliz tiliga topshirish bu yomon deb emas, shunchaki bu sohaga qiziqmaganman. Shu sababli tanlamaganman. Ya'ni inson eng avvalo o'zining ichida, ya'ni ichidan nima xohlashini topishi kerak. Eng muhimi shu. Shu narsani tavsiya qilardim. Ya'ni nima bo'lishidan qat'iy nazar va qancha qarshilik bo'lishidan qat'iy nazar o'zini qiziqishlari va orzulari uchun kurashish kerak inson. Chunki hammamiz bir marta yashaymiz va qachondir afsus bilan qolmasligimiz kerak. Ya'ni agar shunaqa qilganimda balki hammasi boshqacha bo'lardi deb emas, harakat qilib ko'rish kerak. O'xshasa
o'zi xohlagan hayotga erishadi, o'xshamasa hech bo'lmaganda afsus bo'lmaydi. Ya'ni buni qilib ko'rdim degan fikr bo'ladi. Shuni tavsiya bergan bo'lardim. Albatta bunda sizni dadangiz kabi ota-onalarning ham roli juda ham katta. Ha, dadam rostdan ham, ya'ni ota-onalarni ham juda ham qizlarini umuman olganda faqat qizlarni emas, farzandlarini qo'llab-quvvatlashini juda ham istardim va qachondir o'zim ham oyi bo'lsam, bu narsani aynan shu narsaga juda ham e'tibor qarataman. Ya'ni bizda juda ham ko'pchilik ota-onalar masalan o'z ushalmagan orzularini bolalarga yuklaydi. Masalan, men kichkinaligimda doktor bo'lishni orzu qilardim, doktor bo'la olmaganman va sen doktor bo'lishing kerak. Aslida esa bu to'g'ri emas. Ya'ni ham bola bu alohida shaxs va uni alohida orzulari bor va ota-ona uni dunyoga keltirgandan keyin uni orzularini ham qo'llab-quvvatlash kerak. Shunda bola ertaga faqatgina ota-onasidan minnatdor bo'ladi va ota-onasini masalan hayotidagi masalan shu muvaffaqiyatga erishganda eng katta sababchi deb o'ylaydi. Chunki o'zimda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ota-onam hamma orzularimni qo'llab-quvvatlagan va hech qaysi orzuyimni cheklamagan va shu sababli ham miyamda cheklovlar bilan o'smaganman va bu juda ham katta yordam beradi. Chunki oilangizda qanaqa katta bo'lgan bo'lsangiz, bu ertaga o'zingizga ishonishingiz va atrofdagilar sizga ishonishiga ham qanaqadir juda ham katta rol o'ynaydi. Va qachondir o'zim ham oyi bo'lsam, albatta dadamdek bo'lishga harakat qilaman. Rahmat. Oyim rus tilidan dars beradi, juda ham zamonaviy ayol. Oyimni ham juda ham katta o'rni bo'lgan. Ya'ni kichkinaligimizda bizga masalan eslayman, men va mendan 2 yosh kichkina singlim bo'lardi va oyim har safar maktabdan ishlab kelgandan keyin bizga ruscha ertak kitob o'qib berardi har doim. Ya'ni buni hech qachon to'xtatmasdi. Har doim oyim o'zi bilimlari qanaqa bilim bo'lsa, o'shani bizga maksimum o'rgatishga harakat qilgan va dadam ham xuddi shundoq. Dadam ham masalan ingliz tilini bizga noldan o'rgatgan. Singillarimga, o'zimga va oyim ham hech qaysi orzuyimni cheklamagan. Ya'ni masalan oylik olsa, darrov bizga darslaringga ishlatasan deb berardi. Ya'ni repetitorga borishga ishlatasan, to'lab ketib darrov berardi. Ya'ni oyim bizni nafaqat shunchaki ma'naviy jihatdan emas, balki o'zida bor hamma imkoniyatlar, ya'ni moliyaviy jihatdan ham, ya'ni dadam bilan tengma-teng ishlagan oyim. Masalan, oyim hech qachon masalan uy bekasi bo'lmaganda, juda ham ko'p tengdoshlarimdan eshitaman. Masalan, ularda masalan ssenariy otasi ishlab keladi, oyisi uyda o'tiradi. Bizda unaqa bo'lmagan. Meni oyim ham karyerasini, ham farzand tarbiyasini juda ham yaxshi ishlaydigan ayol. Ya'ni ikkalasini bir xil olib ketadigan. Endi dadangiz sizga ko'proq ishonganlar-da, dadangiz yo'q deganlarida boramasligingiz mumkin edi, to'g'rimi? Ha. O'sha chetlarga, masalan, Toshkentlarga yo'q, men yubormayman qizimni deganlarda iloji yo'q, oilam qoptirdilar-da. Chunki menimcha dadangiz ham xavasimga o'zi. Aynan aynan oyimni misolida bu narsani rostdan ham ko'p ko'rganman. Ya'ni masalan qiz bola uchun oyisi o'zi eng birinchi rol model, ya'ni namuna bo'ladi. Men oyimdan oila va karyerani bittada eplab keta oladigan va nafaqat shunchaki bittada, balkim rostdan ham eng zo'ri bo'lib. Masalan, oyim ishlaydigan maktabidagi eng yaxshi o'qituvchilardan bittasi edi va bizga ham juda ham yaxshi tarbiya bergan. Shunaqa ayolni ko'rganman va o'shanda ishonganman, ha, ayol kishi eplasa bo'ladi va oyimdan bu narsani o'rganganman va dadam ham bu narsani juda ham qo'llab-quvvatlagan. Ya'ni masalan, dadam hech qachon ayol kishi masalan uyda o'tirib mana bu ishlarni qilib qo'yish kerak emas. Dadam har doim o'zida qancha kuchi boricha oyimga uy ishlarida, hamma narsada yordam berardi. Farzand tarbiyasida oyim va dadam ikkalasi aktiv bo'lgan. Hech qachon faqat ayolga deb tashlab qo'ymagan dadam. Shuning uchun ham menda ham singillarimda ham bolalik haqida eslasak, bizda hech qanaqa travmalar yo'q. Faqat yaxshi va baxtli vaqtlar ko'z oldimga keladi va shuning uchun ham uyimdagilarni juda ham sog'inaman. Har hafta deyarli uyga borishni xohlayman va juda ham yaxshi kutib olishadi. Har safar
masalan ishimda qanaqadir muammo chiqib qolsa yoki o'zimga ishonmay borsam, uyimdagilarning menga qanchalik ishonishini ko'rib, battar motivatsiyaga to'lib qaytib kelaman. Qiz bolaga investitsiya kiritish bu qiz bolani aynan mana shu muvaffaqiyatlarga erishish, ya'ni kelajagini, chiroyli kelajagini qurish va o'ziga ishonchi baland bo'lishi uchun juda ham muhim hisoblanadi. Biz oilada 3 ta qizmiz va ota-onam, ayniqsa buvim hammamiz uchun juda ham katta investitsiya kiritgan. Buvimning yoshlari hozir 72 da, malakali 50 yildan ortiq malakasi bor doktor. Eslayman, kichkinalikdan ham bizga oyliklarni olsalar har doim biz uchun sarflardi va umuman nevaralari uchun. Buvimni birorta ham o'g'il bola nevarasi yo'q. Hammamiz qiz bolamiz, ya'ni ammamning farzandlari ham hammasi qiz va shunda ham buvim men uchun birinchi navbatda ayol kishi karyerasida muvaffaqiyatga erishishi mumkin degan fikrni uyg'otgan ayollardan bittasi bo'lgan. Va qizlarga ishonsa, ular juda ham ko'p imkoniyatlar topib, ya'ni ota-onasini va oilasini faxrlantirishi va jamiyatga juda ham foydasi tegadigan shaxslar bo'lishi mumkin degan fikrni buvim juda ham ko'p ilgari surgan va o'qishga kirganimda xalqaro universitetga kirganman va kontrakti O'zbekistondagi davlat universitetlaridan ko'ra balandroq va buvim farqi yo'q, qancha bo'lsa ham baribir ham to'layman deb turib olganlar. Ya'ni hamma shu paytgacha o'qigan paytim kontraktga o'qigan bo'lsam universitetda buvim kontraktini to'laganlar va hozirgacha ham har doim masalan telefonlashgan paytimiz qizim seni juda ham yaxshi ko'raman va juda ham ishonaman va juda ham faxrlanaman degan gaplarni har doim aytadi. Buvimni ishonchlarini ko'rib menda qanaqadir hayotga ko'proq motivatsiya, ya'ni yana ko'proq narsalarni uddalashimga o'zimga bo'lgan ishonch ham ortadi. Shu sababli buvim hayotimda juda ham katta rol o'ynagan va buvimga alohida rahmat aytmoqchiman.